Video yoqildimi? Hammaga salom. Sizlar bilan Nurmumin Fotabek. Bugun sizlar bilan 15 minut ichida nechta obunachi kelishi kanalimizga qo'q. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan 15 minut ichida kanalimizga nechta obunachi kelishini ko'ramiz. Hozir bizlarda 208 ta obunachi bor. Soat esa 11 dan 36 ta o'tdi. Ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar ekran ko'rinayotgan bo'lsa, telefon zaryadda, internetda g'ingillayotgan ovoz esa kullerniki. Mana 36 ta o'tdi. 1 minut mana videomiz boshlandi. Endi sizlar bilan birga bizlar 53-minutgacha birga bo'lamiz. 53 minut. Qani? Yo'q, 53 minut emas, 11:53 gacha siz bilan birga bo'lamiz. 15 minutlik videomiz. Qani 15 minutda nechta obunachi kelar ekan kanalimizga? Bunday bo'lsa boshladik. Hozir 208 ta aktiv yaxshi. Kanalingiz nima haqida deyishingiz mumkin? Kanalim asosan futbol yangiliklari, qiziqarli kontent, shunga o'xshash futboldagi qiziqarli hodisalar, turli bomba yangiliklar va shunga o'xshagan videolarni chiqarib boraman. Ko'rayotgan, agar shu videoni mana shu joygacha hozirgi 3-4-minutigacha ko'rayotgan ko'rgan bo'lsangiz, albatta bitta obuna tugmachasini bosib qo'ying. Mana shu 208 ta sonni bizlar asosiy maqsadimiz 10 mingta qilish. Agar shuni 10 mingta qila olsak, yangi yilgacha juda bir katta konkursga start beramiz. Obunachilarimizga pul yutuqlari, telefon yutuqlari va shunga o'xshash yutuqlar tarqatiladi. Agar 10 mingta bo'la olsak yangi yilgacha. Yangi yilgacha 5 oy bor. 5 oyda menimcha bemalol 10 mingta qilib olsalar kerak. Shu video mana shu joygacha ko'rgansiz, shunday tugmachani bosib qo'ying-da. Keyin tugmachani bosdim-ili bo'ldi emas-da. Like ham bosish kerak-da, jigar. Like ni bosmasangiz video rekka chiqmaydi. Video rekka chiqmasa 10 mingta obunachi bo'lmaydi-da. Qiziqarli videolar sizdan bilan 208 ta nega hech o'zgarmayapti. Kanal mana o'zimniki kanal. 208 ta nimagadir o'zgarmayapti. Nimaga telefonda qilyapsan yo kompyutering yo'qmi demoqchilar. Nimaga telefonda qilyapsan, kompyutering yo'qmi yo hech bo'lmasa plansheting yo'qmi deganlar uchun ular bor, faqat ularni ishlatishga ruxsat yo'q. Ya'ni bunaqa streamlar nimalar. Hozir uydagilarim yo'qligi sababli sizlar bilan bitta ko'rishib 15 minut ichida nechta obunachi kelishini ko'rmoqchiman. Hali bizada ketadi 4-5-minut ketyapti. Umuman birorta obunachi kelgani yo'q. Agar shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz like bosib qo'ying, yana qayta so'rayman. Joningizga ham tekkan bo'lishi mumkin. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz zo'r bo'ladi-da. Kanal statistikasi kengaytirilgan. Shu videoda kommentariyada eng ko'p like yiqqan kommentariya egasiga 10 ming so'm tashlab beramiz. Faqat plastik kartalaringizni ham yozib ketinglar. Kommentariya yozmasdan plastik karta yozinglar. 209 ta. Nima dedim? Pul haqida gapirganimda menimcha obunachi keldi. 209 ta bo'ldik. Qani, o'zi 5 minut ichida keldi 209 ta. Xullas bu gapim, bitta obunachi keldi 5 minut ichida.
Demak, 15 minut ichida 3 ta obunachi kelsa, sizlar bilan menimcha 13 ta obunachida yoki 12 ta obunachida tugatamiz. Unda videoni davom etib boya gapimni davom ettiraman. Agar shu videoning tagida eng ko'p like yiqqan kommentariya egasi kartasini tagiga yozib ketsin yoki kommentariya yozsa ham men o'zim unga murojaat qilaman. Kartasini tashlaydi. Kartasini tashlagandan keyin 10 ming so'm pul miqdorini yutib oladi, chunki eng ko'p like yiqqan kommentariya 12. Yana qaytdik. 209 tamiz hali ham 1 minutgami, 3 sekundga qolib ketdim. Amerikaga borib keldim. Amerika tomonlarda ham issiq bo'lyapti ekan. Mana biz O'zbekistonda shunday anomal issiqlar o'tib ketdi. Anomal issiqlar o'tib ketgandan keyin shu anomal issiqlarda eng kattasi 53 gradus bo'libdi Qashqadaryoda. Men o'zim Qashqadaryolikman-da. Qashqadaryoda yashab turib 33 gradus bo'libdi. Toshkent tomonlarida 62 deydimi, 63 deydimi, shunday. Hayron qoldim men. U Amerika tomonlarida tuxum pishirsa bo'lyapti ekan, sementlar ustiga. G'ingillayotgan nima bo'ldi? Ancha shunaqasi ham bo'lib turadi. Qaraylik, 7 minut ichida bitta obunachi orttirdik ham, yo'qotdik ham. Demak, endi sizlar bilan 10 ta obunachi bo'lganda xayrlashamiz deyman. Mana 6 minut, 7 minutda. Keyin 8 ta. Shu videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Men bir ikkita tanishlarim borda ustimdan kulaydigan. Shularga qiziqmayman ham, gapiga ham quloq solmayman. Men ustimdan kuladi, kanalingda 30 ta obunaching bor, 40 ta obunaching bor. Ko'tarila olmaysan, unday-munday deydi. Shunday bir ko'rsatib qo'ya. Maksimalni podдержка qilinglar shu. Yangi yil vaqti 10 mingta bo'lyapmiz, yangi yilgacha mana 12 gacha ozgina qoldi. 10 mingta bo'la olsak, katta konkursga start beramiz. O'sha kunga aytganmiz. Videoda aytganimizda deb video olish bizga ham nasib qilsin. Like bilan obuna tugmasini bosib, yondirib, kommentariyani bir o'zingiz bir 4 ta kommentariya yozib tashlasangiz, video shunday yaxshi zo'r, meni ham kayfiyatim ko'tariladi, motivatsiya bo'ladi menga ham qiziqarli va chiroyli kontentlar qilishga yordam beradi. Hozircha sizlar bilan 8 minutdan beri birgamiz. 8 minutdan beri bitta ham obunachi kelgani yo'q. Nimaga shunaqa deydiganlar bo'lishi mumkin. Statistikani ko'rsangiz, kamera bera qolib turaman. Mana statistika. Kelganda undan kelganda 220 tagacha qarab kelgan. 208 tamiz hali ham. Qilamizda oxirgi 90 kun desak, kanal 21-iyulda ochilgan. 90 kunning ichida, yo'q, 21-iyul bo'lsa, bugun 30-iyul bo'lsa, iyundan iyulgacha qancha bo'ladi? Kommentariyada yozib ketinglar. Qaraymiz, obunachilarni hali ham 208 ta. Kamerani shunday qo'yganim yaxshi emasmi? Bunday pastga turgandan ko'ra, shu yoqqa turgani yaxshiroq deb o'ylayman. Mana bu yoqqa ham qo'yib qo'ysam bo'ladi. Qilib 8 ta obunachimiz bor, shuni 10 ta qilishimiz kerak. 10 ta qilsak keyin nol ko'rinib qoladi. Sizlar bilan bizlar 10 minutdan beri birgamiz. 10 minutda bitta ham obunachi kelmadi. Xafa bo'lishni boshladim. Videoni mana shu 10-minutgacha ko'rganlar bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaring majbursizlar. Meni motivatsiyam o'lib ketyapti. Uchun like bilan obuna so'rab qolaman. Mana 15 minutlik video qilaman dedim. Video tugashiga ham mana 5 minut qoldi. 5 minut qoldi. Nima deyman 5 minut qolgan bo'lsa? Hech narsa demayman. Nima deyman sizlarga?
deganim bilan menimcha bu yoqqacha ko'radigan odam YouTube gapimni eshitdi. YouTube kirib menga obuna bo'lib qo'ydi. 209 ta bo'lishi bachcha motivatsiyasi so'nyapti. Obuna bo'lamiz dedi. Sizlar meni maksimalni qo'llab-quvvatlanglar jigarlar. Davay 209 ta videoning oxirigacha 210 ta bo'laylik hech bo'lmasa 5 minutda bitta obunachi kelsa. Davay. 209 ta qanaydir nima ko'rinayotgan stabilniy nima ekan tekis ko'rinaydi. 53 tagacha birga bo'lamiz deganmiz. 53 tagacha birga bo'lsak sizlar bilan qancha vaqt bo'lib ketadi? 53 tagacha bo'lsak yana 6 minut bo'lib ketar ekan. Mayli 16 minutlik bo'lsa 1 minut farq qildi-da, nima bo'pti? Bizda obunachilarga ko'radi oxirigacha. Har doim video qo'yayotganimda bir narsaga ishonaman-da. Shu videom shunday 5000 ta 6000 ta ko'rilib rekka chiqib ketsa deyman-da. Shuni ertalab turib qarasam telefonni olib 15000 ta obunachi bo'lsa deyman-da. Lekin bu ham bir sinov. Bu sinovlar mana hozir men omadim bor. Shu omadim borki men nafas olyapman. Hozir sizlar bilan birga video olyapman. Omadim borki men mana shu 209 ta odamni men o'zimga qarata olyapman. O'zimga e'tiborini menga qarata olyapman. Mana omadim borki sizlar 12 minutdan beri meni kuzatayotgan odamlar bor. O'tkazmasdan videoni kuzatayotgan odamlar bor. O'tkazmasdan kuzatayotganlarga maksimalni podдержка qilgani uchun kattakon rahmat aytib qolaman. Balki bu videom rekka chiqmas. Balki rekka chiqar. Baribir men umid so'ndirmayman. Umid so'ndirmaslik kerak. Mana siz biror ish qilasiz-ku, u ish yaxshilik, har bir ishni nima deydi, yaxshi nimasi bo'ladi, taraf bo'ladi. Masalan, yer chopayapsiz, unga yarasha javob qaytariladi-ku yaxshi. Mana shu javob qaytarilmadimi? Siz xafa bo'lmang, umidingizni uzmang. Mana masalan, men ham YouTube'ga nima qilyapman? Video joylayapman, kam prosmotr yig'yapti. Juda kam yig'yapti. Masalan, 100 ta yig'yapti deylik. Mana boringki 100 ta emas, 50 ta yig'yapti deylik mana shu video. 50 ta prosmotr yiqqanda mana shu 50 ta odamdan 10 tasi videoni o'tkazmasdan ko'ryapti deylik. Mana men og'aynilarim, do'stlarim. Ular obuna bo'lgan. O'shalar yana bitta like tugmasini bosib qo'ysa, qizartirib boyaga 50 ta ko'payadi. Mana 100 ta bo'ladi, boringki 100 ta bo'ladi. 100 ta bo'lgandan keyin ana 100 ta odamdan 25 tasi videoni o'tkazmasdan ko'ryapti deylik. Mana bir ikkita gaplarim, kulgili joylari, nima joylari bo'lsa kulyapti, xursand bo'lyapti, kayfiyati yaxshi, shu videoni ko'ryapti deylik. Ular ham har bittasi 25 tadan 10 tasi like bossin, ana 100 ta ko'payadi, ya'ni 200 taga ko'payadi. Shuning uchun like va obuna so'rab qolaman. Videomizda ham tugaydigan vaqtiga keldi. 210 ta bo'la olmadik. Bitta obunachi keldi, lekin yana bitta ketdi, yana keldi. Nasib qilsin biz sizlar bilan 10 ming ta, 15 ming ta yoki 1000 ta bo'lganimizda mana shunaqa video qilish. Hammaga xayr. Video oxirigacha ko'rganlarga maksimal rahmat aytib qolaman, qo'llab-quvvatlaganlar uchun. Qiziqarli kontent va videolarni davom ettiramiz. Hammaga xayr, mayli.